Do'stlar, sizlarga yangiligimiz bor. Rasul aka qishloq sharoitidaman. Yoqilg'i tanlamash kerak. Tappi bo'lami, molni tappisi, qo'ydi tappisi farqi yo'q, yonuvchan narsa. Qiy bo'ladimi, o'tin, ko'mir, tappichka, salafan, hashay deganlarga mana. Hatto baklarni ham shunday bitta to'ldirib solib, bitta gumillatib yoqib olaverasizlar. Eni 85 35 ga 35 devorda tashqarisida qoladi, bu yoqqa hammomning ichiga kirib ketadi. 159 lik turbadan qo'yganmiz. Toshxonasiga tosh tashlab qo'yasizlar, o't shungacha chiqadi. Qaytib orqadan, mo'ridan chiqib ketadi, titani 80 litrli. Saunani uyimda qilaman degan akalarga sauna bana pechkamiz akalar. Ko'rishinglar mumkin. Qo'shimcha savollarni tagiga kommentariyaga yozinglar, do'stlar. 2,5 million so'm qilib beramiz titani bilan kampli. Bu odatdagidan ko'ra kattaroq akalar. Lisi to'rdan bo'lgan, konteynerda katta kolonni lisidan bo'lgan akalar.